Xo'p, bo'lmasam boshladik-a. Bot sizlarga nimani o'rgatib bersam ekan? Bular murakkabda. Bular murakkab. Nima o'tib bersam ekan? Baystradan nimadir o'tib beraymi? Ana klassikka o'tib bermaysizmi aka, agar boshqalarni ko'rmoqchi bo'lsa? Baystradan o'tib berar ekanman. Lekin atak buni o'tib berganman-da. Darsini zapisi ham bor, menimcha. Dars zapisi ham bor-da. Assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Hozir. Va alaykum assalom. Voy, sizdan qaytyapti. Barbar. Bo'ldi endi. Sizdan nimadir bor-da. Sizdan yomon ovoz qaytdi. Uni qaytdi. Mendami? Sizdan qaytdi. Qarang, kelajakda mana shu 4-5 oyda tillarni qanaqa ssenariy kutayotganini bir muhokama qilaylik bugun. Iloj bormi? Buni kelajakda 4-5 oy Da, mana shu yil oxirigacha. Taxminiy masalan 2-3 ta faraz bo'ladi-ku o'zi. uni foydasi mikrofoningizni o'chirib turing. Uni foydasi yo'q hozir uni razbor qilgan bilan. Baribir pozitsiyani 4-5 oy ushlamaysizlar. Bu aniq bo'lgan narsa-da. O'shaning uchun ham men day trade tanlaganman. Hech kim ushlamaydi baribir ham pozitsiyalarni. Qayerda stop loss, qayerda nimadir qilishlarini hech kim bilmaydi baribir. Bu foydasiz-da. Uni hozir razbor qilgan bilan. Xo'p, men bu kitob sizlarga tashlaganman-a. Homework Bystra Setup. To'g'rimi? Gold Perfect Entry, ya'ni gold uchun entrylar. Bystradan o'tamiz ekan, Bystradan. Xo'p, Bystrada вот birinchisidan boshlanaylik. Birinchisidan boshlasak bo'lar ekan-a. SNR continuation. Xo'p. Birinchi setup ko'rib chiqamiz. Sell setup va buy setup SNR continuation bo'yicha. To'g'rimi? Osonroq-da bu. Drop base drop, rally base rally bo'yicha ko'rib chiqamiz. Xo'p. O'ta chizma formulasi keltirilgan o'zi, anaqani o'zida keltirilgan formulani rasmi o'zida. Ana tushunmaganlar bor-ku, kitobini tashlaganim bilan ko'pchilik tushunmaydi-yu, to'g'rimi? Bu aniq. Xo'p. Endi bu yerda qanaqa entry qilinadi, qoidasi qanaqa shuni ko'rib chiqamiz. Bu o'zi goldda yomon ko'p uchraydigan narsa bu. SNR continuation. Вот. Juda chiroyli entry usuli o'zi. Lekin bu. Men o'zim ham ko'p ishlataman. Bo'ldi, bo'lmasam shuni anaqa qilamiz. Bu setup birinchi usul. Deylar, keyin bu yog'i setup ikkinchi usul, QM continuation. Вот, unda trend line qo'shilgan. Bo'ldi, bo'lmasam buni anaqasini ko'ramiz hozir. Ya'ni mana formulasini ko'rsatay sizlarga. Xo'p, mana formulasida nima deyilgan? Xo'p, bizada drop bo'lish kerak. Drop, base, zona va drop va o'sha base zonadan entry deyilgan. Basedan entry. O'sha base zonani qanaqa topamiz? Qoidasi qanaqa bo'ladi? Hozir men sizlarga tushuntiraman. Buning uchun menga doska kerak bo'ladi. Va qaranglar. Вот. Bunaqada Malayziya SNRda davom etuvchi, mana bu trendda davom etuvchi shakli, ya'ni rally deb ataladi mana bu shakli va atkat bor, bizga yetadigan atkat, o'sha drop, keyin yana rally, yana drop. Bu
ya'ni impuls откат qoidasi bor. Buni ko'pchilik yili bilasizlar, to'g'rimi? Impuls откат har doim agar trend o'suvchi trendda bo'lsa, har doim impuls buyga bo'ladi, sellga откат bo'ladi. Ya'ni rally base rally qoldirib ketadi. Ya'ni rally yuradi, to'g'rimi? Bular har bittasi drop qoldirib ketadi. Drop. Ya'ni bu yoqdan откат, yana rally. Bular hammasi drop. Xo'p, endi Baystrani fikri bo'yicha xuddi shunaqa aniq qilingan, nomlangan, ya'ni yo'nalish. Bu uptrend uchun, trend upda. Downtrendda shuni teskarisi bo'ladi. Endi uni maydalash kerak emas, u downtrendda, uptrendda, bu uptrendda, ya'ni o'suvchi trendda. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni endi bizga вот bu boyagi SNR continuation entry bu qanaqa bo'ladi? Bular bu xo'p tushundinglar, rallyni to'g'rimi? Va ozgina pastga mana вот ozgina mana pastga holat drop, rally, drop, anaqa base deganim. Rally, base, rally, base, rally, base, rally, to'g'rimi? Tushundinglar buni? Endi shuni qanaqa qilamiz? O'sha base zonadan qanaqa entry qilamiz? Ya'ni bizani boyiga o'rgangan tepada formulasini ko'rdik-ku. O'sha bo'yicha biz qanaqa entry qilamiz? Qanaqa entry qilishimiz mumkin? O'shani ko'ramiz hozir. Ya'ni chizmasini sizlarga, ya'ni примерно chizmasi qanaqa bo'ladi? Shuni ko'ramiz. Xo'p, agar bizada ya'ni sell setupda boyagi sell setup birinchi ko'rganinglar sell setup. Вот buy setup, sell setup, buy setup o'sha bir-biriga o'zi teskari bo'ladi. O'sha bir xil narsa lekin. Mana buy setup ko'rib chiqamiz. Agar trend o'suvchi bo'lsa, misol uchun rally drop qoldirib, bu nima uchun rally va drop deyapman? Drop tushuvchi trenddagi holati. Tushundinglar? Drop, base, drop bo'ladi. Tushundinglar? Tushuvchi holatda bo'lsa, down trendda bo'lsa. Ya'ni trend mana anaqasi. Endi qaranglar. Umumiy trend shaklidagi, sell shaklidagi. Endi qaranglar. Agar o'suvchi trendda, voy, men buni o'chirib tashlayman. O'suvchi trendda bizaga rally qoldirsa va drop qoldirsa va rally boshlanish shaklida o'zini SNR-ni, ya'ni qarshilik zonasida base zona qoldirsa va yana o'zini anaqasida yurishida rally ketsa, bizaga o'sha mana aynan mana shu drop zona, mana bu drop zona bizaga entry vazifasini bajaradi. O'sha joyi entry. Tushundinglar? Ya'ni bu yerda nima, mohiyat nimada? Aynan maksimumni buzishda narx qaytaruvchanlik vujudga kelsa. Mana maksimumda har doim вот SNRda bu SNR o'zini narx qaytaruvchanligini ko'rsatadi qanchadir vaqt. To'g'rimi? Qanchadir mana misol uchun вот bu yerda SNR deylik, SNR A, to'g'rimi? Вот buni buzishda narx qaytaruvchanlik anaqasi bo'ladi. Tushundinglarmi xususiyat? Ya'ni SNR resistance, narx qaytaruvchanlik. Bu qancha bo'ladi? Может o'sha yerdan qaytib ketish mumkin, to'g'rimi? Yoki ozgina откат berib chiqib ketish mumkin. Bizda o'sha ozgina откат, undan keyingi impuls kerak. Tushundinglar? Xuddi shu entry, ya'ni xuddi shu holat bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda ikki xil bizaga anaqa bo'lyapti, ikki xil narsa, ikki xil mohiyat tushunilyapti. Agar вот rally drop, ya'ni chuqur откат, вот undan keyin base qoldirsa va keyin ketsa, bizaga aynan o'sha, ya'ni bu base zona o'sha maksimumda hosil bo'lishi kerak. Ya'ni maksimumni buzishdan oldin mana shu base zona hosil bo'lishi kerak mana shu. Xo'p, agar mana bunaqa bo'lsa-chi, agar chuqur откат bermasdan turib, просто так o'suvchi trendda base, Ovoz kelmay qoldi aka. Ovozingiz eshitilmay qoldi. Mana bu o'chib qopti-da. Anaqani ham bir ko'rib olasizlar. Zapis ham tashlanadi-yu, zapis bo'lyapti-yu. Zapis davom etyapti o'zi.
Ha, zapis davom etyapti. Yana bitta qayta boshlayapti. Xo'p. Xo'p, qaranglar. Tushundinglar mana. Bitta shakl bo'lyapti bu yerda. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bitta chuqur atgatdan keyin bez hosil bo'lyapti. Вот bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda просто tak impulsda kichkina korreksiyalar bo'lyapti. Kichkina korreksiyalar va o'shalar bez. Mikrofoningiz yana o'chib qoldi. Ne shunaqa bo'lyapti o'zidan o'zi? Nimadir bo'lyaptimi yoki? Xo'p. Qaranglar. Xo'p, tushundinglar birinchi va ikkinchi holat. Birinchi va ikkinchi holat. Ikkinchi holatda faqat o'suvchi trendda faqat turib anaqa qoldirib ketyapti. Bez zona qoldirib ketyapti. Kichkina atgatchalar qoldirib ketyapti. Nima bo'lganda ham bizlarga asosiy fokus e'tibor mana birinchi holatda bo'lishi kerak. Mana birinchi holatda. O'shanda narx o'sha joyga kelib tushsa, o'sha joydan entry. Tushundinglar? Aniqroq entry bo'ladi. Bu yerda ham entry qilsa bo'ladi o'zi. Nima bo'lyapti? Ne o'zidan o'zi mikrofon o'chib qolyapti? Ne o'zidan o'zi mikrofon o'chib qolyapti? Xo'p. Вот. Tushundinglar, birinchi va ikkinchi holat. Bizga birinchi holat kerak, mana bu holat kerak. Вот, любой time frame da mana bu holat bo'lsa, biz o'sha yerdan entry qilishimiz kerak va вот anaqani Bystrani Fantastic 5 boru, Fantastic 5 entrysida aynan pastidan trend line ham qo'shgan, ya'ni pastida поддерживать qiladigan ikkita muhim minimumdan keyin ya'ni trend line ham bo'lishi kerak shart qo'yilgan. Ну endi mikrofon o'chib qoldi. Mikrofon ovozi eshitilyaptimi? Eshitilyaptimi? Bir. Mikrofon bormi? Ovoz bormi? Bir. Alo. Hamcha ovoz bo'lsa kerak. Bor, ovoz bor. Aynan. Xo'p, mana endi o'chib qoldi. Men bunga o'tqizsam ovoz o'chib qoldi-da. Markerlarni yoqsam ovoz o'chib qoldi. Tak tushunarli. Xo'p. Tak tushunarli bo'ldi. Men bundan bo'layotgan ekan. Men anaqada вот Discordda efir yoqib, anaqada Telegramda qanchadan bir efir yoqqanim yo'qdi. O'shaning uchun men bu anaqani bandikamni men bu anaqa markerlardan shunaqa bo'layotgan ekan. Mikrofondagi muammo. Вот qaranglar. Вот birinchi holat va ikkinchi holat. Menimcha tushundinglar buni. Buni tushungan bo'lsanglar, endi biz grafikdan ko'rib chiqamiz buni. Xo'p, qanaqa entry bo'lishi kerak? Mana misol uchun вот mana buniki to'g'ri kelmas ekan. Buniki to'g'ri kelmas ekan. Ya'ni aynan mana bu to'g'ri keladi lekin. Aynan o'sha entry usuliga. Xo'p. Bizda nima bo'lishi kerak? Bizda oxirgi o'sha maksimumni yengilayotganda bez zona qoldirish kerak. Mana oxirgi вот mana bu qismini olaman. Mana bu joyni olaman, oxirgi maksimum. Mana bu qismini olaman. Agar buni line chartga o'tkazadigan bo'lsam, mana aynan maksimum ko'rinadi mana. Вот o'sha joydan men urin qo'yaman, ya'ni aynan oxirgi maksimumdan. Xo'p, urin qo'ydim va menda bez zonani ko'rsatib beryapti, mana bez zona. To'g'rimi?
base zonani ko'rsatdi va base zonani zonaga olaman. Aynan o'sha joyni. Mana base zonani anaqaga oldim va entry point menda mana shu joy bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu zonaga kirishi bilan entry olishim kerak. Entry qilishim kerak va hali kelmabdi bu joyga. To'g'rimi? Hali entry bermabdi bu joy, ya'ni aynan entry bermagan. Ya'ni shu qoidasi bo'yicha xuddi shu. O'sha joyga, o'sha zonaga kirish boshlasa, vot entry bo'lishi kerak. Vot yana mana bu yerda ham bor, bu yerda ham endi kelmasdan ketganda. Yo'q, bu narsa kerak emas. Mana bu yerda bor lekin. Aynan mana bu joyda bor. Mana ayni shu narsa bizga kerak. 1 soatlik time frame da bor ekanda, mana. Xo'p. Men urin qo'yadigan joyim mana maksimum, to'g'rimi? Vot rally bot, mana rally chiqyapti, base, rally chiqyapti, drop. Keyin yana bitta rallyda base qoldirib ketyapti. O'sha joy muhim. Bu joyga men urin tortaman mana. Urin tortdim. O'sha maksimumni buzishda mana base qoldiryapti, to'g'rimi? Maksimum, oxirgi maksimumni buzishda base qoldiryapti va o'sha joyni men zonaga olaman. O'sha joyni men zonaga olaman va menda entry point shu yerda berish kerak. Agar bergan bo'lsa. Vot bergan, entry point bergan. Vot tushundinglar bu? Nima asl mohiyati nimada? Ana xuddi shunaqa entry qilib ketaverasizlar. Ya'ni bu yerda, ya'ni umumiy olib qaraganda mana bu yerda ham umumiy trendga mana buni base deb olsanglar, ya'ni mana bu trendga base deb olsanglar, zonanglar yana ham kattalashadi. Mana buni anaqa breakout qilgandan keyin, buni maksimum breakout qilgandan keyin men buni o'zini ham zona qilib olsanglar bo'ladi. Zona kattalashadi bu. Zona kattalashib ketadi mana. Chunki mana maksimumga nisbatan bu yerda base qoldirganda. Tushundinglar? Bunda buzdi, keldi, zonaga kirdi, ketdi. Undan keyin yana bitta qoldirdi, yana bitta entry ketdi. Tushundinglar? Bu endi buying variant. Buy uchun ishlanadigan variant. Endi sell uchun ishlanadigan varianti ham bor. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi sell uchun. Vot sell uchun mana aytaylik. Mana manba o'zini, ya'ni razvorot hosil qilganda, mana o'zini minimumini bu yerda breakout bo'lyapti, to'g'rimi? Bu yerda breakout o'zini minimumini breakout qilyapti va bizga base qoldiryapti-da, keyin yana davom etyapti o'zini trendi. Va men o'sha zonani, xuddi o'sha zonani zona qilib chizib olaman. O'sha zonani zona qilib chizib olaman va mana birinchi entry bergan joyi mana. Birinchi entry bergan joy va undan keyingisi muhim emas, chunki undan keyingisi bizda struktura buzilgan, ya'ni birinchi entry point mana shu. Xo'p, и дальше. Bizga ko'zga ko'rinadigan entrylar sell uchun. Botlarda yo'q. Botlarda yo'q. Ya'ni tushundinglar mana. Xuddi shunaqa entry qidirasizlar. Ya'ni base zonadan entry. Bu o'sha anaqani Bystrani o'sha anaqa homeworkdagi birinchi entry usuli. Bu usul alohida strategiya emas, bu usul. Birinchisi. Tushundinglar? Birinchisi. Agar o'sha joyda engulfing shamcha qoldirib ketgan bo'lsa, yana ham aniqlashadi o'sha joy. Ya'ni minimumni buzishdan oldin engulfing qilib o'zini engulfingni failed engulfing qilib ketgan bo'lsa, yana ham chiroyli entry bo'ladi. Tushundinglar? Mana bu yerda entry point. Aynan mana sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana. Tushundinglar? Mana maksimum buzishdan oldin bitta kichkina base zona va o'sha base zonani shuna zona qilib tortib olasizlar, o'sha joydan entry point beradi. Bu ya'ni aynan mana shu joyi entry point. Tushundinglar? Bu yoqdan yana qaytib kelsa entry emas. Ko'pchilik mana shu formulalar bilan ishlayotganda xato qilishadi. Bu yoqdan qaytib kelib keyin entry beradi. Mana yozilgan entry point.
Mana entry point. Bitta ko'ryapti. Mana entry point. Bir. Endi mikrofon ishlayapti. Mana entry point. Tushundinglar? Xuddi shunaqa mana maksimum buzishdan oldin bitta base qoldirib ketyapti va o'sha zonaga base zonaga tushib, keyin yana o'zini trend yo'nalishida davom etyapti. Ya'ni bu oson. Ya'ni nima uchun oson, nima uchun xavfsiz, nima uchun low risk hisoblanadi bu? O'sha trend bo'ylab savdo qilish. Tushundinglar? Trend bo'ylab savdo qilinadi bu yerda. Trendga teskari emas. Chunki SNR bilan, support bilan rezistansda savdo qilayotganda ko'pchilik trendga teskari savdoga kirib qo'yadi, misol uchun rezistansdan yoki supportdan trendga teskari savdoga kirib qo'yadi-yu. No, bias trade umuman boshqacha fikringlarni, umuman SNR bo'yicha fikringlarni umuman boshqacha o'zgartirib yuboradigan setaplar bor. Shuning uchun ham juda ham mashhur hisoblanadi Malayziyada Nora. Ayol kishi bo'lsa ham juda ham chiroyli usullar o'ylab topgan. Tushundinglar nima bo'lganda ham? Xo'p. Tushungan bo'lsanglar, men mikrofoninglarni yoqaman. Qanaqadir savolinglar bo'lsa berishinglar mumkin. Mavzu va mavzudan tashqari. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maylimi savol bersam? Mayli. Ana, zapis saqlanadimi? Keyin tashlab berasizmi? Nimaga? Yo'q, Qotib qolibdi-da, internet ishlamayaptimi? ko'ramiz uni ham. Zapis bo'ldi, menimcha chala bo'ldi, yo'q. Bo'lardi. Zapis bo'ldi, chala bo'ldi, yo'q. Qotib qolyapti-da. Ham bu yoqdan zapisni o'chirib qo'yavering.